1873-yil Xiva ishg'olida rus askarlari safida qatnashgan amerikalik harbiy muxbir Yanvari Alayzi Mahhagan shunday deb yozadi. Amudaryo kechuvdan o'tib horib charchagan edik. Agar qattiq qarshilik bo'lsa, bu ahvolda nima qilamiz degan tashvish ham bor edi. Ammo biz Xozarasdan Xivagacha biror qarshiliksiz, hattoki mahalliy aholidan oziq-ovqat olib qiynalmay yetib bordik. Askarlarimiz aholidan yangi uzilgan olma, o'rik, shaftoli, non, choy sotib olishar edi. Jazirama issiqda otlarimizni nima bilan oziqlantiramiz deb xavotirda edik. Bog'ot va xozarasibliklar bizga otlarimiz uchun jo'xori va beda ham sotishdi. Yurtiga bostirib kirgan okupantlar bilan bemalol savdo qiluvchi bu xalq amerikalik harbiy muxbirni avvaliga taajjublantirdi. Xiva ishg'olidan so'ng qochib ketgan xon Chon Rossiyasi vasalli bo'lishga rozi bo'lib, yangi saroyga qaytgach, muxbir u bilan ko'rishdi va suhbat qurdi. Va shu suhbat jarayonida tushundiki, bu xalq siyosatdan uzoq tutilgani va doimo kun o'tkazish, qorin to'yg'azish g'ami bilan band etib qo'yilgani uchun yurtiga bostirib kelganlarni ham indamay qabul qilaveradigan, hattoki ularga najotkor sifatida qaraydigan darajaga yetib kelgan ekan. O'z xalqiga past nazar bilan qarovchi hukmdorlarning aholisini aksariyat qismini ishsiz va kambag'al holatida o'zlari kayf safo bilan band amaldorlarni mabodo chetdan dushman bostirib kirsa, shu xalqdan yordam kutishga qanchalik haqqi bor ekan o'zi. Agar shu xorliklarni xazinalarda yig'ilgan boyliklarini ilm, ma'rifat, sanoat va boshqa foydali ishlarga sarflashganda edi, balkim boshqacha bo'lardi. Ming afsuski, ishg'olchi kuchlar tomonidan olib ketilgan. 3 ta xonlik ishg'ol etilgach, uni boshqargan birorta xon yoki saroy amaldorlari mardlarcha yurtda qolib uni himoyasi uchun turib bermagan. Hammasi chetga qochgan, o'z jonini o'ylab. Shu tarixiy voqealar bizga o'rnak bo'lishligi lozim bo'ladi. Qo'qonning so'nggi xoni Xudoyorxon 1882-yil Afg'onistonda yo'lda vafot etdi. Xivaning so'nggi xoni Said Abdullohxon Ukrainada 1930-yili 63 yoshida otboqarlik qilib ocharchilikdan vafot etadi va Konchilar qabristoniga dafn etilgan. Qabri hozirgacha topilmagan. Buxoroning so'nggi amiri Said Muhammad Olimxon mamlakatdan qochib ketganidan keyin qorako'l teri sotib tirikchilik qilgan. Umrining so'nggi kunlarida ko'zi butunlay ko'rmay qolgan. 1944-yilda 64 yoshda vafot etgan. U Afg'onistonda dafn etilgan. Qabr toshiga shu misralar yozilgan ekan. Bevatan amir xoru faqirdir, gadogar o'z vatanida bo'lsa ham amirdir. Alhamdulillah, hozirgi holatimiz anchagina yaxshi. Bu imkoniyatlardan foydalanib, vaqtimizni ilm, ma'rifat va taraqqiyot yo'lida sarf qilaylik.